Xivada cho'loq pari afsonasi. Rivoyat qilishlaricha, u avval pari emas, tirik inson qiz bo'lgan, saroyda xizmat qilgan, oppoq chehrali, belidan tushgan uzun sochli go'zal edi. Ammo taqdir uni shafqatsiz sindirdi. Zulmdan qochmoqchi bo'lib, saroy minorasidan sakragan payti oyog'i sinadi va shu yerda jon taslim qiladi. Boshqa bir rivoyatlarda qadim zamonlarda Xorazmda duosi kuchli mullolar xonlar uchun nihoyatda chiroyli parilarni olib kelishgan deyishadi. Parilar saroyda yashab, xonlarga xizmat qilishgan. Xonlar vafot etgach esa parilar yolg'iz va g'azabga to'lib, odamlarga ziyon yetkaza boshlaydi. Shunda mullolar kuchli duolar bilan ularni bu olamdan quvib yuborishadi. Ko'pchilik parilar g'oyib bo'ladi. Qal'alar yana tinchlanadi. Ammo mullolardan biri bir parini sevib qoladi. Uni yo'qotishni istamagan mulla qilgan duo parini ozod qilmaydi. Aksincha, oyog'ini cho'loq qilib qo'yadi. Shu sabab u pari qal'a devorlari orasida qolib ketadi. Shundan buyon uning ruhi tinchlik topmadi. Oyog'i siniq holda yerga sudralib, kechalari tosh yo'laklarda yuradi. Ba'zilar esa uni tun yarmida uzun sochlarini sekin tarab o'tirganini ko'rganini aytishadi. Eng qo'rqinchlisi, u har doim orqadan keladi. Agar kechasi chong qal'ada yolg'iz yursangiz va birdan yuzingizga sovuq shamol urilsa, qulog'ingizga ayolning sekin yig'isi chalinsa, ortga qarmang. Chunki ortga qaragan odam cho'loq parining yuzini ko'radi. Ko'zlari qora, og'zi jim, ammo lablari sekin qimirlaydi. Go'yo sizning ismingizni pichirlab aytayotgandek. Rivoyatga ko'ra, u qo'rqib qochgan odamni qo'llamaydi, lekin to'xtab qolgan yoki kim u deb ovoz chiqargan kishini o'sha zahoti la'natlaydi. La'natlanganlar haqida va keksalari shunday deydi. Ular tunda uyquda yurib ketadi. Tongda esa oyog'i og'rib, cho'loqlanib qoladi. Hali hanuz qorovullar va ayrim odamlar Ichon qal'ada cho'loq parini ko'rganini aytishadi.